Haydi. Akalar Toshkentlik akalarimiz mana qo'yni olib, mana sразу laboratoriyaga ketishyapti. Sразу yulab chiqarib beryapsiz-da. Qulay tomoni. Hojibolarim ham xursandman, xudo xolasa. Kelinglar sizlar ham. Tos. Kelib ko'ring, aylanib. Mana shunaqa qilib terib o'zlaringiz yoqtirib olib ketsalar yaxshi bo'ladi-da, akalar. Haydi. Hozir uydan o'tib o'tmay, hojibolarimni ham bir suhbatga tortamiz. Yigirma 23'te. Bo'ldi. Bo'ldi, ertaga qo'yib qo'ying. Barakani bosib qo'ying endi jumalarga. Qani? Hajva, puldan beraka topaymi? Qo'ydan beraka top. Baraka bersin, kasbni ko'ringlar. Alloh. Hojiba zo'rmi? Qulaydi, saroyda-da, kelaverasizlar bemalol. Ha. Bittadan like bosib qo'ying. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa eng yaxshilarini, eng zo'rlarini ko'rsatishda davom etamiz. Talab va istaklarga binoan akalar barra qo'ziqo'chqorchilar, urg'ochilar eng arzon joyidan so'ragan akalarimizga yangi lokatsiya, yangi obunachi Jumanazar akamiz qo'yib bermasamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ismoilus kanali obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'zi qo'yish qozlari. Hurmatli obunachilar, qadrli kuzatuvchilar, bugun 18-aprel hafta kuniga shanba 2026-yilda olinayotgan video chomkamiz. Biz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Jumanazar akamizni qo'yib firmasidamiz. Akalar albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Oshno'g'onlarga videolarimizni maksimal jo'natib tursangiz, bu qo'ylarimiz to'liq ma'lumotini akamiz shaxsan o'zlaridan olib berishlikka. Assalomu alaykum. Charchamang. Sizlarmi? Obunachilar, assalomu alaykum. Xudo xolasa bittadan like bosib turinglar. Qo'zilarni yengil-yengil qilib chiqarib beramiz. Arzon bo'ladi, aka. Arzon bo'ladi. Zo'r. Akalar, narx-navoni eshitgandan keyin bemalol fikr mulohazangizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz bo'ladi albatta. Soni nechta aka? Sonimi? Aha. 15 ta. Soni 15 bosh. Xo'p, nechta qo'chqor, nechta urg'ochisi bor aka? Yo'q, buni qo'chqor hammasi. Hammasi yo'q, ichida bitta urg'och ko'rdim aka men. Yo'q, Ha, mana. Adash qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Urg'och aka mana. O'zi yuzga. Bo'ldi, ha, bitta bor ekan. Qo'shilib ketibdi bu. Aha. Hammasini qo'chqor jo'natamiz aka. Ha, o'sha qolaveradi. 19 ta ekan, bitta arg'achini yapchasiga 18 ta. Soni 18 bosh, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 18 ta qo'chqor, bitta urg'ochni qo'shib olaman, siz qo'shib olasiz. Bo'lmasa aka, qo'chqorni o'zini olasiz bemalol. Yosh oyligichi? Yosh oyligi 4-5 oylik. 4-5 oylik atrofida. Yerda balandligini qanchaga aytamiz aka? 65 ga olish olsin. 65 plyusga xarid qilsangiz bo'ladi. Yeb ichariga, sog'lik salomatlik kafolatlari bor. Ya Jumanazar aka. Ha, bir haftaga Aha. 7 ishtisiga kafolati bor. Hurmatli obunachilar, imkoniyatingiz bo'lsa, tepasiga kelib ko'ring. Mana Mash akamiz, Toshkentlik akalarimiz ham kelib, hop, 20 ta xarid qilishdimi aka? 22 ta. 22 ta mana Hoji buvamiz, realniy akalar mana. Hoji buva narxlar qalay? Ma'qulmi? Zo'rmi? Kelib ko'rish kerak deyman-da, doim mana. Imkoniyatlaringiz bo'lsa, mana shu Hoji buvalarimizga o'xshab aka, mana navaralar yoniga olib olib, mana Namazda yetib kelishdi Toshkentdan aka, mana ishni bitirishdi, 22 dona qo'chqor olishdi, mana ulardan qolganini sizga ko'rsatib boramiz. Keling, imkoningiz bo'lsa. Aka, nechta pul qo'yib beramiz buni? Buni arzon qo'yib beramiz yildi boshida. Endi unda 3,5 bundoqa narx aytilmaydi. Hop. 33 dan berishsin, bir joyga ketaveradi. 3 million 300 dan. Aka, endi bunday. O'sha gap. Videodan oldin ham aytdim, keyin ham aytaman. Hop. Xo'p desangiz, o'sha pul zo'r pul. Siz o'zingizchalik deyapsiz, 3 million 100 dan yaxshi narx. Yo'q, siz aytgan ham misol uchun unaqa emas. Hop. Lekin narxi bilan-da, hamma narsa aytiladi narxi bilan. Tushunib turibman, lekin agar shunaqa 31 dan ozginadan kami bor deb qo'ysak shuni, obunachilar ham xursand bo'lib olishadi aka. Ish ham ko'p ham kuymaydi. Keng 32 dan qilib bersakchi. Yo'q, 31 million 25 dan ham qilib bera olmaymiz aka. Agar ko'nglingiz ko'tarsa mana obunachilarimiz yonida ham o'sha gapiryapman. Sizning kanalingizga birinchimiz. Hop. Xudo xolasa, bundan keyingilarni ham yengil-yengil qilib chiqaramiz. Baragasini bersin. 3 million 100 dan ketdi. Hammasini olganga yana xayri sunnati bor. Albatta. Hop. Samarqandgacha besplatni holatda yetib boradi. Bitta ikkita bo'lsa Toshkentgacha yetkazib yuboradi. Bunday qilamiz Jumanazar aka. Ha. Hop, hammasini olishsa aka, 18 tasini bir joyga tortishsa, shu 3 million 100 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab deb qo'yaylik. Ha,
Buxoro o'sha uzoq masofa uzoq joy bo'lsa aka, mayli narxidan o'tib bermang, yo'l kira qilib olib borib bering. Bo'laveradimi? Yo'q, bo'laveradi-yu. Endi yo'l kiragacha yordam berishganda. Yo'q, bir so'm yordam berishmaydi aka. Bo'ldi mana. Barakasini bersin. Akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasiz. 3 million 100 ming so'mdan Qo'chqor O'zbekiston bo'ylab dasturchilarimiz bor, bemalol yetib boradi. Bo'ylari 65 atrofida, yosh o'liklar 4-5 oylik plus minus. Endi aka cho'ponni aytgan gapini aytadi bular ham, tepasida turmagan. Tepasida bo'lmaganmiz, cho'ponni gapi bu. Shunday. Sabirjon. Albatta like tugmachasini bosib qo'yasiz, tanlab olasiz aka. 50 ming plus qilib qo'ya qolamiz. 50 ming so'm plusi bilan. 5 ta olib sotdim narxda. Ha? 5 ta tanlab olib optim narxda ketaveradi. Optim narxda ketaveradi. Gap yo'q akalar. 5 ta tanlab oling, optim narxda ketaveradi. Like bosib do'stlarga maksimal jo'natib qo'ysangiz bo'ldi aka. Bizdan uzoqlashmay turing, oldinda yana partiyalarimiz bor, hammasini bir boshqa turdan ko'rsatib boramiz. Chiroyli narx bo'ldi aka, qo'yiladi, yeb ichariga 100% kafolati bor, dangillab turgan sveji qo'chqorlar jonivorlar. Akalar ariqda bo'yda o'zini o'z to'yg'izda yuradigan variantidan kamras xutidan olaman degan kukalarga bular urg'och aka, qo'y qilib ko'paytirib olishga tavsiya qiladigan qo'ylarimiz. Soni nechta aka buni? 20 dona. Soni 20 bosh, necha oylikka aytamiz? Bular ham 4 oydan balandda. 4 oylik akalar plus minusda oling. Yeb ichariga kafolati bor aka. Tevasida bo'lmaganmiz bularda. Aha. Biz ham cho'pon aytish bo'yicha aytyapmiz-da. Albatta. Tog'a 4 oylikda bergansan deyishmasin. Ha. Bizga ham shunday deb gapirgan, biz ham shunday deb gapiryapmiz. Gap yo'q. Akalar cho'ponni gapi endi 4 oylik plus minusdagi qo'zi urg'ochilarimiz. Lekin oyoqlari dadil bo'ladigan narsalar ekan aka. Olib shu qo'y qilib olishga, ko'paytirib olishga tavsiya qilamiz. Endi bu qo'ylardi akalar. Shu eng asosiysi bunga dunyo rasxod qilmaysiz. Ozgina kepagini berib shu dala joylarda yo bu yoqda aka aylantirib boqib kelib tursangiz ham o'z-o'zidan bir pasda xudo xohlasa o'sib qoladi. Chunki bular ko'chat, o'sarman narsalar. Xo'p, aka. Buni hammasini bir joyga olaman deysiz-da, Jumanazar aka. Ha. Nech pul aka? Endi partiyasiga tushib kelganda 100 mingdan o'tib beraman-da, buni 3 milliondan olasan. 3 milliondan emas aka, o'sha gap. 29 dan buni qo'yaylik zo'r bo'ladi. 2 million 900 ming so'm, Alloh barakasini bersin. Alloh barakasini bersin. Endi savdogarman aka, qo'zi bo'lsa boshqa bo'ldi mana. Xo'p, babar aka. Akalar mana bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasiz. Ammo tanlab olaman deysa, hop, bunga ham 50 mingdan plyusi bor. Yo'q. Tanlab olsa ichida. Bitta ikkita. Bitta ikkita deyapman. Bitta ikkitasiga mayli 5 ta bo'lsa shu optimni tanlab olasiz. Ketaveradi. Barakasini bersin. Akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqing. 2 million 900 ming so'mdan aka 5 ta olasizmi, 6 ta olasizmi tanlab olaverasiz. Optim bir joyga olaman siz, yana xayri bor. Dastlabki masalasi qaygacha bo'ladi aka? Ey, hammasini olganga, hop. Bularni Samarqandga chaqib beraylik. Aha. Undan u yoqqa jicha yelka qo'yish versa, ag'a ham qilib beraveraman. Ha, 2 million 900 mingdan Samarqandgacha besplatmi? Besplatni holatda undan ag'a 50 yillik qilaveramiz. Undan ag'ini, misol uchun Samarqandgacha bor 1 millionga olib chiqib ketdi dedimi, undan ag'a 500 ming bo'lsa 250 ming berishadi, 250 ming men qo'shaman, shunaqa kelishilgan asosda qilib beraveraman buni. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqib bog'laning, xudo xolasa qo'ylarga issiqlik qilyapti aka, juda ham isib ketdi tamom. Eng asosiysi telefon qiling, bog'laning. Shunda ariqda bo'yiga haydanglar, bitta ko'rsatib yeyishini. Mana akalar, mana bunaqa qilib tursa maza qilasiz-da, qarang. Mana dala joylarga, mana ariqda bo'ylariga haydab qo'yib, yegizib ichkizib qarang, ishlarni jonivordi. Like bosib qo'ying, qulay narx bo'ldi aka, oling. Tavsiya qilaman, 2 million 900 ming so'mdan Samarqandga dasturkasi bor, soni 20 dona rasprodaja. Joningdan yeyishini qarang bularni. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga akalar, bu so'nggi partiyamiz olib, qo'y qilib, ko'paytirib yuraman degan ko'kalarga. Va birodarlar, xudo xolasa, barra sezonni kutayotganlar ko'p edi. Olish kerak, qimmatsiramaslik kerak akalar. O'shadi bular. Foyda qilasiz, xudo xolasa. Chiroyli boqish kerak faqat. Rejim bilan boqish kerak, kanallar kuzatish kerak. Boqishni bilmasangiz, boqish usullarini ham chiroyli qilib video qilib qo'yilayotgan ekan. Shulardan ham ko'rib, kuzatib, borib sekin yurgan. Qo'yda baraka ko'p so'z bilan aytganda. Aka soni nechta hozir? Soni nima? Aha, 16 ta. soni 16 dona. Qo'chqormi aka bari? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Necha oylikka aytaylik endi bular? Hop. 3 oylik plus, 4 oylik atrofida bular ham. 3-4 oylik atrofidagi qo'chqorchalarimiz akalar. Xudo xolasa bu ham o'sha dala joyingiz bo'lsa ham zo'r bo'ladi aka, uy sharoitingizda bo'lsangiz ham bo'ladi. Xullas har tomonlama universal olib boqish kerak, ko'paytirib yurish kerak. Xudo xolasa akalar.
Baraka ko'p eng asosiysi. Kelgan yana bitta narsasi aka, qo'ylar haligi dumbalari osilib ketgan emas ekanda. Hammasi tikka dumba. Ha, yog'ni kam qiladi, go'sht koeffitsiyentini ko'p beradigan sifatdagi yaxshi qo'ylar ekan, xudo xolasa. Jumanazar aka, buni narxini nechga qo'yib beramiz endi aka biz obunachilarimiz uchun? 3 milliondan ketaveradi bu ham. Yo'q, 29 dan ham olmaymiz aka, o'sha gap. Bo'ldi, ketdi. 2 million 800 dan. Ketdi. Darajasini bersin. Akalar 2 million 800 ming so'm mana. 2 million 800 ming so'mdan qo'chqorchilar. Mana bitta ikkita tilla olsa, o'sha aytganimiz 50 ming. 50 ming. 5 ta ag'a optim narxda ketaveradi. Optim narxda ketaveradi. Jumanzor aka bunday, hammasini olaman desa aka, endi baribir obunachilarimiz ham bilishsin. Mana bizni savdo, xom savdo. Ha. Obunachilar o'zi savdoni pishiradi abi. Ha? Bu misol uchun enchi pasiga so'rashsa, unaqa qilishmasin. Ish bitmaydi. Ish bitmaydi. Xayriga bir nima o'tib beraman. Ha, aytgani bo'lmaydi. Ha, aytgan bo'lmaydi, xayriga bir nima o'tib Barakasini bersin. Dangal aytgan ma'qulda, hurmatli onajonim. 2 million 800 ming so'mdan qo'chqorchilar. Telefon qiling, yunglari olib qo'yilgan aka. Ha demay o'zi, aka vaksinatsiyagacha bo'lgan. Qo'l vaksinalarigacha bo'lgan. Ha, xotirjam bunaqa qilish olsin. Tallab olishga bitta ikkita tallab olsangiz 50 ming so'm plus, ya'ni 2 million 850 ming so'm bilan bemalol tallab olaverasiz. 5 tadan yuqori olsangiz optim narxda, hammasini olsangiz 2 million 800 ming so'mdan chiroyli qilib xayri bor. Bir joyga olsangiz dastlabkasi vodiy bo'ylab Samarqandgacha besplatni, undan yog'iga kelishamiz. Akalar holatiga qarab, dona nechta olishingizga qarab, xullas umuman muammo qilmang dastlabkada. Na aka? Yo'q, dastlabkada o'ylashmasin. Problema yo'q. Yetkazib olib borib beriladi. Gap yo'q. Shu bilan videolar o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchangizga omad tilaymiz. Aka, sizga ham ishlaringizga omad, salomat bo'ling. Xudo xolasa kommentariyaga chiroyli qilib o'z fikrlaringni qoldiringlar. Bundan keyingilarga bundan ham arzon olib kelishga harakat qilamiz. Otangizga rahmat. Salomat bo'linglar akalar.